Dadajon, meni ham olib boring, menga ham hunar o'rgating dada. Menga qara shashval, ustachilik bu, eshak sotish degani emas, qiyin ish bu. Dada, men mana shogirdlarimdan zo'r ishni o'rgatsangiz. O'rganasanmi? O'rganaman. Agar ошибка qilsang, yirtaman. Roziman. O'tir mashinaga. Ketdik. Maqsud, Qanday ustoz? mallarga ish qanday ketyapti? Yaxshi ketyapti ustoz. O'g'lim, qani? Ya bilmasam? Qayerga ketyapsan, rohib? Uyimizga kerak olib ketyapman. O'g'lim olib ketyapsan, biroq haqqini yo'q. Nima qilay, uyimizga kerak-ku dadajon. Menga qara, bizning firma zodagon ustalar, o'g'ri, gaday ustalar emas. Senga oxirgi marta imkoniyat olib tur o'g'lim. Yeting tu. Chiqmanda. Mansur, nima bo'l ustoz? chiyagini hammasini yopishtirib bo'ldinglarmi? Bo'lyapti ustoz. O'g'lim, qani? Bilmasam. Oshni yaxshi ko'raman-ta. Nima qilyapsan? Oshni internetda joylatgandim dada. O'sha ishlasang bo'lmaydimi? Ertaga usta haq talab qilasan. Oxirgi shans. Ishlasang ishlab bo'lmasam, yirtaman. Bo'l. Nimaga bo'ldi? Sendan ikki dunyoda ham usta chiqmaydi. Zodagon ustalar orasida senga joy yo'q, yo'qol. Ey dada, ketsam ketaveraman, bir oydan bir ishlagan bir so'm olganim yo'q. Ustalar haqini yeyish gunoh dada. Iloyim ko'tarmang. Akalar, ishlaringdan mingdan ming roziman aka. Ayniqsa zodagon ustalarning ishiga gap yo'q, qoyil. Katta rahmat. Ha, ishimiz yo'qmi sizga? Yo'qdi. Haqqimiz bering, boldan pulini bering. Yana qanaqa haq aka? Kecha o'g'lingizga o'pshi hammasini hisob-kitob qilib berib yubordim. Onam kasal, o'ladigan kasal dedi, berib yubordim. Nima? Meni xotin o'lgan-ku. Yo'q, yetmaqa. Yirtaman. Menga qara, Kangavali ustalarning pulini qaytarib ber. Ustalarning haqqi seni ikki dunyoda ham ko'kartirmaydi. Bera olmayman, qimorni yutqazib qo'yganman dada. Qarzlarni hammasiga berib yubordim. Qayerdan beraman? Menga qara. Chiqib ketdim bolam. Ochib tasha!